bir soatda o'zgarishi zo'r. Men bu klinikaga kelishim sababi ko'zimda xiralikni sezdim. Shu bir hamkasbim menga tavsiya qildi. Shu ko'z nuri klinikasi bor deb. Shunga keldim. Xudoga shukr. Mana ko'zimni lazerni korreksiya qildirdim. Holati zo'r, hammasi yaxshi. Xursandman. Kelishlikni tavsiya qilaman hammaga. Yaxshi, hech qanaqangi og'riqsiz, hech qanaqangi bir qiyinchilik yo'q. Hammasi zo'r. Ko'z nuri klinikasiga kattadan katta rahmat aytaman. Hikmatilla Ne'matullayev boshligidagi barcha guruhga rahmat aytaman. Sog' bo'linglar. Operatsiyadan oldin shu uzoqni ko'rish qiynardi. Uzoqni ko'rish ozgina qiyinchilik bo'lardi. Shu yo'lda yurganda kechasilari, mo'ysafirliklari boshqa. Endi Xudoga shukr, mana bir soatda o'zgarishi zo'r. Kelinglar, mana shu klinikada men o'zim guvoh bo'ldim. Operatsiya qildiringlar, zo'r hammasi. Hech qanday qiyinchiliklar yo'q. Yaxshi kutib olishadi kelsangiz, xushmuomala. Rahmat aytaman vrachlarga.